Tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. 9 ta viloyatga sel keladi. O'zgidromet ogohlantirish bilan chiqdi. 16-17 fevral kunlari kuchli yomg'ir sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi kutilmoqda. O'zgidrometga ko'ra, Qashqadaryo va Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatining qator tumanlarida sel kelish ehtimoli bor. Xususan tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda ushbu yo'nalishda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishni so'rab qolamiz. Shuningdek, ayrim hududlarda yomg'ir suvlari to'planishi natijasida pastqam joylarda suv bosishi mumkinligi qayd etilgan. O'zingiz va oilangizni asrang.